Jon aka, olib ketmang mashinamni, Jon aka. Voy mashinaginam, olib ketmang aka. Agar fuqaro kredit qarzlarini vaqtida to'laganida mana shunday avtomashinasi jarima maydonidan joy egallamagan bo'lardi. Buxoroda avtomashinasini garovga qo'yish orqali kredit olgan fuqaro pul mablag'larini o'z hojati uchun ishlatdi-yu, ammo uning to'lovlarini amalga oshirish haqida unutdi. Fuqaroga qarzlarni to'lash uchun muddat berilgan edi, ammo u harakat qilmadi. Jami to'plangan qarzdorlik esa 262 million 500 ming so'mni tashkil etdi. Oqibatda avtomashina realizatsiya qilish uchun boshlang'ich narx bilan elektron onlayn auksion savdolariga chiqarildi. Joriy yilda shu kabi holatlar statistikasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, qarzorlarga tegishli qidiruvda bo'lgan avtotransport vositalarining 156 tasi topilgan. Avtotransport vositalarining 84 tasi 9 milliard 154 million so'm boshlang'ich narx bilan auksion savdolariga chiqarilgan. Shundan 18 tasi 3 milliard 414 million so'mga sotilgan. Mas'uliyatsizlik hamda e'tiborsizlik sabab fuqaro o'zini ikki hissa jarimalar qurshovida qoldirdi. Avtomashina sotuvidan tushgan mablag'lar esa qarzdorlikni so'ndirish hamda boshqa to'lovlarni amalga oshirish uchun xizmat qiladi.